Qadrli tomoshabin, agar siz tarixdagi eng sirli jinoyatlar, diktatorlar va yashirin haqiqatlar haqida chuqur, sifatli kontentni yoqtirsangiz, Qoraroq nomli yangi kanalimizga tashrif buyurishingizni tavsiya qilaman. Videosidagi havola orqali o'ting va videolardan bahramand bo'ling. Unday bo'lsa, videoni boshladik. 1990-yil noyabr oyida Matthew Kelly va Brendan Howe ishi rasman yopildi. St. Louis okrugi konrenining hukmi ehtimoliy cho'kish bo'ldi. Ularning jasadlari hech qachon topilmadi. Ammo Namakan Narrows orolidagi lagerlarda qolgan dalillar butunlay boshqa voqeani hikoya qildi. Bu voqea to'satdan bo'lgan bo'ron yoki ag'darilgan kanoe haqida emas. Barcha faktlar shuni ko'rsatdiki, ular oroldan o'z xohishlari bilan ketmaganlar va ularning g'oyib bo'lishi baxtsiz hodisa emas, balki boshqa narsa edi. Hammasi 1990-yil 3-sentyabr, dushanba kuni boshlandi. Bu mehnat kuni edi. 22 yoshli Matt Kelly va 21 yoshli Brendan Howe Minnesota universitetini endigina tugatgan edilar. Ular tajribali sayohatchi edi, yangi boshlovchilar emas. Va bu ularning kattalar hayotini boshlashdan oldingi so'nggi katta sayohati bo'lishi kerak edi. Ular Voyagers milliy parkida kanoeda bir haftalik marshrutni rejalashtirgan edilar. Voyagers milliy parki bu tayyorlangan yo'llar bo'ylab sayr qiladigan joy emas. Bu labirint minglab akr suv, tosh va Kanada bilan chegarada tarqalgan 500 dan ortiq orol. 1990-yilda na mobil aloqa, na GPS bor edi. Siz renjerlar oldida ro'yxatdan o'tasiz. Xarita, kompas va faqat qisqa masofalarda ishlaydigan radioni olasiz. Agar muammoga duch kelsangiz, yolg'iz qolasiz. O'sha dushanba kuni Matt va Brendan parkining janubiy chetidagi Crane Lake Rangerlar stansiyasida ro'yxatdan o'tdilar. Ular mashinalarini avtoturargohda qoldirishdi. Marshrutlarni taqdim etdilar va lager uchun ruxsatnoma oldilar. Ularning asosiy bazasi Namakan Narrows oroli 64-nomer bo'lishi kerak edi. Bu 64 akr maydonli tor yer bo'lagi bo'lib, u aslida Namakan ko'li va Katabegama ko'li o'rtasidagi tor bo'g'ozni nazorat qiladi. Bu uzoq, tinch joy edi. Ularning rejasi oddiy edi. Bir hafta baliq ovlash va sayohat. Ular keyingi shanba kuni 8-sentyabrda soat 17:00 ga Crane Lake'dagi stansiyaga qaytishlari kerak edi. Shanba, 8-sentyabr, soat 17:00 bo'ldi. Soat 18:00 da Matt va Brendan paydo bo'lmadilar. Bu darhol vahima tug'dirmadi. Sayohatchilar ko'pincha kechikishadi. Shamol noto'g'ri tomonga esgan bo'lishi mumkin, yoki ular shunchaki yana bir kecha qolishga qaror qilgan bo'lishi mumkin. Ammo soat 19:00 ga kelib, qorong'i tusha boshlagach, Crane Lake stansiyasidagi navbatchi Ranger tashvishlanishni boshladi. Ularning mashinasi hali ham avtoturargohda turardi. Soat 19:40 da deyarli to'liq qorong'i tushgandi. Rangerlar Namakan Narrows orolidagi ularning lagerini tekshirish uchun patrul qayig'ini jo'natdilar. Rangerlar orolga qorong'i tushayotganda yetib keldilar. Ular ko'rgan birinchi narsa kanoe edi. Bu yashil rangli Old Town Penobscot 16 edi. 16 fut uzunlikda. U shunchaki qumli sohilda yotardi. Bog'lanmagan. Uni na tortib chiqarilgan, na mahkamlangan edi. Xuddi tajribali sayohatchilar qiladigan kabi. Lekin oqim ham uni olib ketmagan edi. U shunchaki suv yonida yotardi. Sohilda taxminan 20 yard narida, kichik bir to'qayda ularning chodiri turardi. Ko'k rangli Eroica Timberline. Chodir to'liq o'rnatilgan edi. Kirish qisman zamokda edi. Rangerlar Matt va Brendanni chaqirdilar. Javobda esa faqat sukunat edi. Ular chodirni ochdilar. Ichkarida ikkita uyqu xaltasi bor edi. Yoyilgan, lekin ishlatilmagan ko'rinishda. Yonida ikkita ryukzak yotardi. Ryukzaklarning ichida ularning shaxsiy buyumlari bor edi. Hamyonlar, haydovchilik guvohnomalari, almashtirish kiyimlari va Crane Lake'dagi avtoturargohda qoldirgan mashina kalitlari.
Hamma narsa o'z joyida edi. Lager yaqinida 4,5 metr balandlikda ikkita daraxt orasida Garcia oziq-ovqat konteyneri osilgan edi. Bu ayiqlardan oziq-ovqatni himoya qilish uchun mo'ljallangan standart qora bochka edi. U tegib ketilmagan edi. Bu darhol ayiq hujumi versiyasini inkor etdi. Ayiq birinchi navbatda ovqat tomon borgan bo'lardi. O'choq sovuq edi. Renjerlar kulni tekshirganlarida u butunlay ho'l edi. Shunchaki sovuq qolmagan. Payshanba kuni bu hududdan kuchli yomg'ir yog'gan edi. Bu shuni anglatardiki, bu o'choqda olov kamida o'tgan chorshanba kunidan beri yoqilmagan, balki undan ham oldinroq. Matt va Brandon shanba kuni g'oyib bo'lmagan edilar. Ular hafta o'rtalarida biror joyda g'oyib bo'lgan edilar. Hech qanday kurashish belgilari, qon izlari, eslatmalari yo'q edi. Lager mukammal edi, lekin bo'sh. Renjerlar faqat ikkita g'alati tafsilotni topdilar. O'choq yonida Bosch Folgers kofe bankasi turardi va suvning kanoe yotgan joyning yonida bitta oyoq kiyim yotardi. Bu 11-o'lchamdagi chap sayohat poyabzali edi. Keyinchalik u Matt Kellyga tegishli ekanligi aniqlandi. Va eng g'alati narsa shundaki, poyabzal burni ko'l tomon qaratib qo'yilgan edi. Go'yoga sohirga qadamni tashlagan va suvga kirgan edi. Ammo birinchi poyabzal hech qayerda yo'q edi. Yakshanba kuni 9-sentyabrda to'liq qidiruv va qutqaruv operatsiyasi boshlandi. Avval renjerlar butun 64 akrlik orolni tekshirishdi. Hech narsa chiqmadi. Dushanba kuni 13-sentyabrda St. Louis okrugi sherif idorasidan qayiqlar qidiruvga qo'shildi. Ular orol atrofida tubni tekshirishga kirishdilar. Namakan ko'lidagi suv qorong'u va juda sovuq. Ko'rish deyarli nolga teng. Seshanba kuni 11-sentyabrda Bell 206 vertolyoti havoga ko'tarildi. U soatlab orol va yaqin suvlar ustida aylanib, har qanday yorqin dog'ni qidirdi. Masalan, kiyim, jihozlar kabi. Lekin hech narsa chiqmadi. Chorshanba kuni 12-sentyabrda g'avvoslar joyga yetib kelishdi. Ular poyabzal topilgan joyda va bo'g'oz hududidan sho'ng'ishdi. Dubda cho'kkan daraxtlar to'lib toshgan edi. Bu sekin va xavfli ish edi va hech qanday natija bermasdi. O'sha chorshanba kuni Minnesota shtatining Eli shahrida qidiruv itlari olib kelingan edi. Bular izni olishga o'rgatilgan itlar edi. Ularga uyqu xaltalaridan buyumlarni hidlatdilar. Itlar chodirdan izn oldilar, lekin u zaif edi. Ular suv yonida poyabzal topilgan joyni butunlay e'tiborsiz qoldirishdi. Buning o'rniga ular kinologlarni butun orol bo'ylab uning sharqiy uchiga olib borishdi. Bu suvga qaram tik qoya edi va u yerda katta eski qayin yulduzlari yonida iz uzildi. Itlar to'xtadi. Sarosimada aylanishni boshladilar va yotib oldilar. Kinologlar izning tugaganini aytishdi. U suvga ketmadi, o'rmonga ham qaytmadi. U shunchaki bu qoyada g'oyib bo'ldi. Faol qidiruvlar deyarli 2 hafta davom etdi. Na Matt, na Brandon, na ularning jihozlari, na ikkinchi poyabzal topilmadi. 1990-yil noyabrida ko'l muzlay boshladi. Ish esa arxivga topshirildi. Rasmiy sabab ehtimoliy cho'kish. Bu versiya voqea joyini ko'rgan har bir kishini qoniqtirmasdi. Agar ular cho'kib ketgan bo'lsa va kanoe ag'darilgan bo'lsa, nega kanoe sohilda edi? Agar ular cho'kib ketgan bo'lsa, nega ularning lager o'rnatilgan edi? Va agar ikkalasi ham cho'kib ketgan bo'lsa, kim Mattning poyabzalini burni suv tomonga qaratib qo'ygan? 10 yil davomida Matt va Brandonning oilalari bu versiya bilan yashashdi. 10 yil davomida ular yo'qolgan, ehtimol cho'kib ketgan deb hisoblangan edilar. Toki 2000-yil 11-sentyabrdagi kuzgi kun hamma narsani o'zgartirmaguncha. Oradan roppa-rosa 10 yil o'tgan edi. 10 yil davomida Matthew Kelly va Brandon Howe ishi St. Louis okrugi arxivida chang bosib yotdi. Rasmiy hukm, ehtimoliy cho'kish hech kimni qoniqtirmadi, lekin uni shubha ostiga olish uchun hech narsa yo'q edi. 10 yil davomida ularning oilalari javobsiz yashashdi.
Metning mashinasi Crane Lake avtoturargohida turib qoldi, toki oxir-oqibat otasi uni olib ketmaguncha. Suv yonida topilgan 11-o'lchamli poyabzal va Old Town Penobscot kanoe yagona dalillar edi. Va ular hech qachon hech narsa haqida gapirmadi. 10 yil davomida o'rmon va suv o'z sirini saqladi. Keyin 2000-yil 11-sentyabrda bu sir eng dahshatli tarzda oshkor bo'la boshladi. O'sha kuni Hauser kompaniyasining daraxt kesuvchi brigadasi Namagan ko'lida bir necha mil shimolda ishlayotgan edi. Ular sayohatchilar emas edi. Bular professionallar edi. Qalin, o'tib bo'lmaydigan o'rmonda yog'och chiqarish uchun yangi yo'l ochayotgan edilar. Ularning uchastkasi Namakan Narrows orolidan shimolga qariyb 5,5 mil masofada joylashgan edi. Tushunarli bo'lishi uchun aytib o'tish kerakki, bu botqoq va o'tib bo'lmaydigan chakalakzorlar orqali to'g'ri chiziq bo'ylab 5,5 mil masofada suvdan uzoqda joylashgan edi. Buldozer operatorlaridan biri zavallarni tozalayotganida binoga duch keldi. Bu yerga o'rnatilgan eski ovchilik kulbasi edi. Qurilishiga ko'ra, u 1940-yillarda qurilgan edi. U uzoq vaqtdan beri yaroqsiz holga tushgan. Shindel tomining ichi tushib ketgan edi. Yog'och devorlar mog'or bilan qoplangan edi. Daraxt kesuvchilar ichkarida sersariq yoki ehtimol o'lik hayvonlar yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun yondashdilar. Ular ichkarida ko'rgan narsalarni sherif idorasi bilan darhol bog'lanishga majbur qildi. Yarim vayron bo'lgan kulba ichida, yarim qorong'uda, axlat va tushgan to'sinlar orasida inson qoldiqlari bor edi. Bu oddiy qoldiqlar emas edi. Bu qatl etish joyi edi. Tomning markaziy tayanch to'siniga ikkita skelet bog'langan edi. Ular arqon bilan emas, balki qalin 10 millimetrli kapron arqon bilan bog'langan edilar. Saqlanib qolgan qismlardan kelib chiqadiki, ular bir vaqtlar shunday osilib turganki, polga zo'rg'a tegib turgan edilar. Ikkalasining ham qo'llari orqaga bog'langan edi. Oyoqlari ham bog'langan va devorning pastki yog'ochlariga mahkamlangan edi. Joyga yetib kelgan sud tibbiy ekspertlar tugunlarga e'tibor qaratdilar. Bu murakkab dengiz tugunlari edi. Ulkan kuch bilan tortilgan. Ularni kesib tashlash mumkin emas edi. Ularni arra bilan kesish kerak edi. Joyga yetib kelgan sud tibbiy ekspertlar tugunlarga e'tibor qaratdilar. Bu murakkab dengiz tugunlari edi. Qoldiqlardagi kiyimlar deyarli chirigan edi, ammo qismlar saqlanib qolgan. Bu Patagonia Fils kurtkalarining va Levi's jinslar qoldiqlari edi. 80-yillarning oxiri va 90-yillarning boshida mashhur bo'lgan modellar. Bu birinchi ip uchi edi. Keyinchalik stomatologik ekspertiza tasdiqlaydiki, bu Matthew Kelly va Brandon Howe edi. Ammo ular u yerda yolg'iz emas edilar. Kulbaning eng chetida, ag'darilgan stol ortida 3-skelet yotardi. Bu odam kamuflyaj formasi qoldiqlarini kiygan edi. Matt va Brandondan farqli o'laroq, u bo'g'ilmagan edi. U chalqancha yotardi va uning bosh suyagining butun old qismi sindirilgan edi. Sizga g'alati tuyulyapti? Uning o'ng qo'li yonida tuproqda karabin yotardi. Qurol shunchalik zanglagan ediki, trunk orqali teshiklar paydo bo'lgan edi. Ammo modelni aniqlash mumkin edi. Bu Remington yarim avtomatik karabin 7400-model edi. Joyga kriminalistika guruhi yetib keldi. Sahna dahshatli edi. Bu giyohvand savdogarlarning to'qnashuvi yoki tasodifiy qotillikka o'xshamasdi. Bu metodik narsa edi. Cho'kib ketgan talabalar haqidagi ish darhol arxivdan chiqarildi. Endi tergovchilarning 3 ta jasadi va talabalarning oxiri ma'lum joylashgan joydan 5,5 mil uzoqlikdagi kulbasi bor edi. Ammo ular u yerda qanday paydo bo'lishgan? Ularning Old Town Penobscot kanoesi hech qachon topilmagan edi. Na orolda, na materikda. Ularning 5,5 millik og'ir o'rmonni piyoda kesib o'tganiga hech qanday dalil topilmagan. Ko'rinishidan ularni bu kulbaga olib kelishgan. Kim va nima bilan? Bir necha hafta o'tgach, nashr etilgan sud tibbiy ekspertining hisoboti yanada dahshatli tafsilotlar qo'shdi. Birinchidan, o'lim vaqti. Ekspertiza uchalasining o'limi
1990-yil va 1992-yillar oralig'ida sodir bo'lganligini aniqladi. Ular g'oyib bo'lgandan keyin tez orada u yerda o'lgan. Ikkinchidan, Matt va Brandonning o'lim sababi. Ular otib o'ldirilmagan. Ular kaltaklashdan ham o'lmagan. Hisobotda ko'rsatilgan o'lim sababi charchoq va suvsizlanishdan edi. Ularni to'sinlarga bog'lab, sekin o'lishga qoldirishgan. Uchinchidan, hayotda olingan jarohatlar. Matthew Kellyning bosh suyagida 7 sm uzunlikdagi chuqur yoriq topilgan. Ekspert yoriq shakli joyida topilgan Remington 7400 karabinining dumi shakliga mukammal mos kelishini aniqladi. Uni ulkan kuch bilan urishgan, ammo eng sovuq qondiruvchi tafsilot Brandon Howe'ning jag'ining rentgen surati edi. Uning jag'i singan edi va ekspertizaning xulosasiga ko'ra, sinish tuzala boshlagan edi. Qiyshiq, yordam berilmagan holda, ammo suyak allaqachon shakllanishni boshlagan edi. Bu bir narsani anglatardi. Brandon Howe bu kulbada sinishdan keyin yetarlicha uzoq vaqt tirik edi. Bir necha hafta, balki bir necha oy. Ish darhol baxtsiz hodisadan qo'sh qotillikka o'zgartirildi. Endi tergovlarning yangi manzarasi bor edi. Kimdir, ehtimol kamuflajdagi odam Matt va Brandonni ularning orolidan o'g'irlab ketgan. Ularni materikka ko'chirgan. Ehtimol ularning kanoesida, keyin uni cho'ktirib yuborgan yoki yashirgan. Ularni bu tashlandiq kulbaga olib kelgan va ularni kaltaklagan. Brandonning jag'ini sindirgan va Mattning boshini sindirgan. Keyin ularni to'sinlarga bog'lagan. Va shu yerda asosiy savol tug'ildi. Agar ularni o'g'irlab ketuvchi bo'lgan bo'lsa, unda uni o'zini bosh suyagini sindirgan holda kim o'ldirgan? Va nega bu o'z asirlarini ochlikdan o'lishga qoldirgan? Ularni shunchaki o'ldirish o'rniga ish darhol qayta ochildi. Qayerda emas, balki bu uchinchi odam kim va bu yerda nima bo'lgan edi? Matthew Kelly va Brandon Howe'ning jasadlari stomatologik kartalar bo'yicha tanildi, ammo uchinchi skelet sirliroq edi. Uning ustida kamuflaj kiyimi bor edi, ammo cho'ntagida na hamyon, na hujjatlar yo'q edi. U xuddi arvohdek edi. Sirni ochishning kaliti uning yonida yotgan zanglagan Remington karabin 7400-model edi. Qurol dahshatli ahvolda edi. Nam muhitda oqayotgan tom ostida 10 yil uni deyarli yo'q qilgan edi. Ammo Minnesota shtati laboratoriyasining kriminalistlari deyarli imkonsiz narsani amalga oshirdilar. Ular trunking seriya raqamini tiklash uchun rentgen usullari va kislotali o'yishdan foydalandilar. Bu raqam ularni qurol sotishga olib keldi. Karabin 1987-yilda Duluth shahrining qurol do'konida sotib olingan. Xaridor esa aniqlandi. Bu mahalliy renjerlar va St. Louis okrugining ba'zi eski aholisiga yaxshi ma'lum bo'lgan. Ammo politsiyaga noma'lum odam edi. U Vyetnam urushida xizmat qilgan harbiy dengiz kuchlari faxriysi edi. Tibbiy ko'rsatmalarga ko'ra, ishdan bo'shatilgandan so'ng u Minnesotaga qaytgan. Ammo hech qachon jamiyatga qayta integratsiyalasha olmagan. 80-yillarning oxiriga kelib, u tizimda butunlay g'oyib bo'lgan. Uning manzili esa yo'q edi. Rasmiy ishi ham. Mahalliy aholining aytishicha, u yolg'iz yashovchi tog' odami edi. O'zining haddan tashqari paranoid xatti-harakati, hukumatga ishonmasligi va o'z hududiga bosqinchilar deb hisoblagan har qanday begonalarga nisbatan dushmanlik bilan mashhur edi. U tarmoqdan tashqarida yashagan, o'rmonlar bo'ylab harakatlanib yurgan va aftidan 40-yillardagi bu kulba kabi eski tashlandiq binolardan o'zining bazalari sifatida foydalangan. Hammasi Namakanneros orolidagi o'choqdan boshlangan. Renjerlar kunning 5-sentyabrda yog'gan yomg'irdan ho'l ekanligini aniqladilar. Ehtimol Matt va Brown o'sha kuni lagerda bo'lgan. Eng ishonchli nazariya shuni ko'rsatdiki, ular baliq ovlash yoki sayohat paytida bu odamga duch kelishgan yoki o'zi ularga duch kelgan. Ehtimol u oziq-ovqat o'g'irlash uchun ularning lagerga kelgan yoki Matt va Brandon sohilni o'rganib, tasodifan uning noqonuniy turar joyini yoki materikdagi tuzoqlariga to'qnashgan. O'nlab yillar davomida yashiringan paranoid uchun bu bosqinchilikning o'ziga tenglashdi. U ularni borib, u haqida hukumatga xabar berishga yo'l qo'ya olmasdi. U ularni qo'lga kiritdi.
ehtimol karabin bilan tahdid qilgan. Ularni o'zlarining Old Town Penobscot kanoesiga o'tishga majbur qilgan. Mana shuning uchun kanoe orolda topilmagan. Ularni materikka o'tkazib yuborgan. Keyin ularni o'zining kulbasiga, o'rmon chuqurligiga 5,5 mil yurishga majbur qilgan. Kulbaga yetib borgach, yolg'iz yashovchi vaziyatni to'liq nazorat qilgan. Ularni kaltaklagan. Shundan so'ng ularni bog'lab qo'ygan. Sud tibbiy ekspert hisobotidagi eng dahshatli tafsilot Brendon Howe'ning tuzilib yotgan joyi. Suyak mozoli shakllanishni boshlagan. Bu Brendon haftalar, balki bir oy davomida tirik bo'lganligini anglatdi. Ular bir necha hafta davomida uning asirlari edi. Nima uchun ekanligini hech qachon bila olmaymiz. Uning ruhiy holati tufayli u to'lovni kutayotgan bo'lishi mumkin, ammo so'ray olmadi. Yoki u shunchaki hokimiyatdan zavqlanayotgan edi. Ular 1990-yil sentyabr oxirigacha, balki oktyabr boshigacha bu kulbada tirik edilar. Va endi biz ushbu fojianing yakuniga yetamiz. O'g'irlashda nima bo'ldi? Aslida unga nima bo'ldi? Uning bosh suyagi sindirilgan va u bog'lanmagan edi. 2000-yilda kulbani ko'zdan kechirgan tergovchilar shuni ta'kidladiki, Tom shunchaki chirigan emas, ichi qulab tushgan. Bir nechta og'ir tayanchli to'sinlar polda yotardi. Rasmiy va eng mantiqiy versiya, o'g'irlovchi o'ldirilmagan. Sentyabr oxir oyida, oktyabr boshida bir paytda u kulbada edi. Ehtimol u uxlab yotgan. Ehtimol asirlarga ovqat olib kelgan. Bino esa eski edi. Konstruksiyasi chiriy boshlagan. Yomg'ir tufayli yoki shunchaki o'z og'irligi ostida Tomning asosiy to'sinlaridan biri chidamagan va u qulab tushgan. U yolg'iz yashovchining boshiga urilgan va uni joyida o'ldirgan. Zaif, yaralangan, devorlarga bog'langan Matthew Kelly va Brendon Howe buning guvohi bo'lishdi. Ularni o'g'irlab ketgan odam ularni yagona suv va oziq-ovqat bilan ta'minlagan edi. U esa poldatiga bir necha fut narida yotardi. Ammo ozodlikka yetib bo'lmas edi. Ularni bog'lagan dengiz tugunlari juda qattiq edi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, ularni kesib bo'lmasdi. Kapron arqonni uzib bo'lmaydi. Sud tibbiy ekspertlar ularning o'lim sabablarini aniqladilar: charchoq va suvsizlanish. Ular o'z qotilining jasadi bilan kulbada qamalgan holda sekin, azobli o'limdan vafot topishgan. Ish esa yopildi. U rasmiy hujjatlarda noma'lum shaxs tomonidan sodir etilgan o'g'irlash va qo'sh qotillik deb tasniflandi. Chunki uning o'limi ayblov qo'yishga imkon bermadi. Uning o'limi esa baxtsiz hodisa deb tan olingan. Old Town Penobscot kanoesi hech qachon topilmadi. Ehtimol o'g'irlovchi uni Namakan ko'lining chuqur suvlarida biror joyda cho'ktirgan. Bu hikoyaning oxirgi qismini o'zi bilan olib ketdi. Minnesota o'rmonlari bu sirni 10 yil davomida saqlagan va faqat tasodif bizga haqiqatni bilishga imkon beradi. Qadrli tomoshabin, siz Qora Papka kanalini tomosha qildingiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, qo'ng'iroq va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman.